Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan yana men 3-sinf matematikasining 2-qismidan 52-mavzu bilan tanishib o'tamiz. Mavzumizning nomi bo'lishning geometrik ma'nolari ekan. Yondosh mavzu bugun ijodiy kasblar haqida gaplashar ekanmiz. Ijodiy kasblar bu fantaziya, o'ylab, tasavvur qilish, yangilik yaratish talab qilinadigan kasblar ijodiy kasblar deyiladi. Bunday kasblardagi odam o'z fikri, his-tuyg'usi va ijodini faol ifoda etadi. Endi bu ijodiy kasblarning turi juda ko'p. Ijodiy kasbning avvalambor qobiliyati bo'lishi kerak. U tasavvur qilishni bilishi kerak. Ijodiy kasbdagi insonlarning qobiliyati bo'ladi. Go'zallik yaratishda qobiliyat bo'lishi kerak. Fikrlash, o'ziga xos ijod namunalariga ega bo'lishi kerak. Ijodiy kasblarga misollar keltiradigan bo'lsak, rassomlar, haykaltaroshlar, dizaynchilar, fotosuratchilar, ular yana shoir, yozuvchi, jurnalist, qo'shiqchi, musiqachi, kompozitor, yana aktyor, raqqosa, bular hammasi shu ijodiy kasblarga kiradi. Buni davom ettiradigan bo'lsak juda ham ko'p. Endi bo'lishning geometrik ma'nosi nima? Bo'lishning geometrik ma'nosini sodda qilib aytganimizda, bu butun bir uzunlikni yoki figurani biror qismga teng bo'lishga ajratish bo'lishning geometrik usullari deyiladi. Bunda shakllar, geometrik shakllar, masalan, uchburchak, to'rtburchak, yana kesmalardan foydalanib bo'lish bu bo'lishning geometrik ma'nosi deb ataladi. Endi figuralarga bo'lib bo'lish shunday ma'noda. Yana darsimiz davomida ko'rib boramiz. Birinchi misolimizda aytilishicha, florist gullardan guldasta yasashi kerak. Agar u har bir guldastaga 3 tadan pion qo'shsa, nechta pion ortib qoladi? Demak, 3 tadan qism yasatayotganmiz. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta. Bu yerda 12 ta gul bor ekan. Bu yerda 3 tadan qo'ysa qolmas ekan. 12 bo'lingan 3 teng 4 ta guldastaga qo'shish mumkin ekan. 3 tadan ortib qolmas ekan. B sharti bo'yicha har bir guldastaga 5 tadan freziya qo'shsa nechta guldasta chiqadi? Endi 5 tadan 1, 2, 3, 4, 5 mana bitta. 1, 2, 3, 4, 5 ikkita. 1, 2, 3, 4, 5 mana bilan 3 ta. 1, 2, 3, 4, 5 ana bilan 4 ta. 1, 2, 3, 4. 4 ta ortib qolar ekan. Endi bu yerda jami 24 ta gul ekan. 24 ta bo'lamiz 5 ga. 4 ta guldasta taxlaydi va 4 ta qoldiq sifatida ortib qolar ekan. 2. Landscape dizayner bog'dagi yo'lak yonini chimzor bilan bezatyapti. Yo'lakning uzunligi 300 metr ekan bo'lib, har bir 40 metrga bittadan guldon turishi kerak. Bog'ning chizmasini chizib, qolgan guldonlar turadigan joylarni belgilang. Oxirgi guldondan yo'lakning oxirigacha necha metr qoladi? Endi 1, 2, 3, 4 tasini 40 metr debdi. Mana 80, endi yana 1, 2, 3, 4 tasi ana bu. Yana 40 ni qo'shadigan bo'lsak 120. 1, 2, 3, 4 bu 40 ni qo'shsak 160 bo'ladi. Yana 4 tasini belgilasak 200. Ana endi yana 4 ta 1, 2, 3, 4 mana bu yerga kelar ekan. 240 yana 1, 2, 3, 4 mana bu yerga kelar ekan. 280 va 20 metr 300 gacha 20 metr ortib qolar ekan. Bu yerda oxirgi guldon yo'lakni
oxirigacha necha metr ortib qoldi? 20 metr ortib qoladi. Bu yerga bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita guldon kerak. 300 ni 40 ga bo'ladigan bo'lsak, 0 ga uramiz. 0,7. 30 ni ichiga 7 ta bor va 20 ortib qolar ekan. 28, 2, 20 metr ortib qoladi. Shuni urmasdan bo'lsak ham shunday chiqadi. 20 metr ortib qolar ekan. Yo'lni oxirigacha, oxirgi guldondan 20 metr ortib qoladi. Javobga yozamiz. 20 metr ortib qoladi. Oxirgi guldondan yo'lakning oxirigacha 20 metr ortib qolar ekan. Endi 3. Rassom devorni takrorlanadigan naqsh bilan bezatyapti. Takrorlanadigan har bir bo'lak raptorning uzunligi 3 metr. Agar devorning uzunligi 73 metr bo'lsa, naqsh necha marta takrorlanadi? Bu naqsh devorni qancha qismiga yetmay qoladi? Endi 73 metr bo'ladigan bo'lsa, 3 metrdan 3 metr bo'lsa, har biri endi buni bo'lamizda. 73 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsa, 7 ni ichiga 2 ta bor, 13 ni ichiga 6 ta. 26 yu 1 metr ortib qoladi. Endi bu naqsh devorning qancha qismiga yetmaydi? 1 metr qismiga yetmaydi. 3 metrdan bo'lsa, mana shuni 73 ni 3 ga bo'lamiz. Mana shu devor bo'lib ketayotgan bo'lsa, 26 marta ketadi, mana shu 3 metrdan va oxiriga 1 metr ortib qolar ekan. Shu qo'l yopishtirib chiqiladi. Endi qoldiqli bo'lishning geometrik ma'nosi: C to'liqsiz bo'linma A uzunlikdagi kesma necha marta B ga uzunlikdagi kesma joylashtirish ko'rsatiladi. Mana bu A ga B necha marta joylashish ko'rsatiladi. A kesmaning qolgan qismi uzunligi ayirib R qoldiqqa teng bo'ladi. Mana bu qoldiq. S esa to'liqsiz bo'linma. Mana bu 1, 2, 3 ta bo'linadiganı bor. To'liqsiz bo'linma B. Bu ana shu narsa 3 SC bo'ladi. Mana 14 ta 4 ga bo'lyapti. 3 ta to'liqsiz bo'linma, 2 qoldiq qolyapti. Endi 4 shundan foydalanib bajarar ekanmiz. Rasm bo'yicha bo'linuvchi, bo'luvchi, bo'linma va qoldiqni toping. Endi bu yerda bo'linuvchi 103 mana ko'rsatib qo'yilgan. Bu yerda 103 bo'linuvchi va bo'luvchi 14. Endi to'liqsiz bo'linma va qoldiqni topishimiz kerak. Buni bunga bo'lsak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 ta 14 bor ekan va 103 dan 98 ni ayiradigan bo'lsak, 5 qoldiq. Mana shunday bo'lar ekan. Mana buni 103 dan 98 ni ayirsak 5 bo'ladi. 13 dan ayirsak 5, ana bu 5 qoldiq. Bu yerda bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, 6, 7 ta borda. Endi shuni hozir isbotlab beraman. Yana bir bor bo'lib ko'rsatib, ustun shaklda burchakli bo'lishdan foydalangan holatda 14 ga bo'laman. 10 ni ichiga yo'q. Demak, 103 ni belgilab olamiz. Bu yerga 7 ta beramiz.
7 kara 4 28 sakkizi. Xo'sh, 7 kara 1 7, 2ni qo'shsak 98. Ayirsak 5 qoldi. Mana bu to'liqsiz bo'limi bu. Endi buni tekshirib ko'radigan bo'lsak, 14 ko'paytirilgan 7 va qo'shilgan 5. 14 ni bunga ko'paytirsak 98, 5 ni qo'shsak 103 bo'lar ekan. Bunisi ham xuddi shunday. Endi bu yerda bo'linuvchi yo'q, bo'linuvchi yo'q. Bo'luvchi 23 ga, bo'linma esa nima deydi? To'liqsiz bo'linma 1, 2, 3, 4, 5 ga va qoldiq 7 ga teng ekan. Buni topishda eng oson yo'li ana bunga 8 ni qo'shsak kelib chiqadi bu. Ana bu yerdagi nuqta. 7 ni qo'shsak 7 ortib qolyapti-ku. 8 deman 7 ni qo'shsak bu 2, 2, 1, 122 ekan bu. 122 ni endi 23 ga bo'lingani ekan. 122 bo'lingan 23. 5 ta bor ekan. 5 kara 3. 15 da 5i bu 10, 11. Ayirsak 115 dan 7 qoldiq. Buni tekshirib ko'radigan bo'lsak, 23 ko'paytirilgan 5 qo'shilgan 7 bu bo'ladi 122. Mana. besh. Endi 5. Bahor raqs ansamblida 60 kishi bor. Ansambl rahbari qatnashchilarni 3, 4, 6 va 8 guruhlarga bo'lmoqchi. Qaysi holatda ansambl teng guruhlarga bo'linishining iloji yo'q. Bu uchun biz 60 ni 3 ga bo'lamiz. Qoldiq qolmasa iloji bor. Agar qoldiq qolsa iloji bo'lmaydi. Bu 20 bo'ladi. Demak, buni iloji bor. Endi 60 ni 4 ga bo'lamiz. Bu bo'ladi 6 ni ichiga 1 va 5. 15. Bu ham qoldiq qolmadi. Bu ham bo'linadi. 60 ni 6 ga bo'lsak bu aniq bo'linadi. 10 chiqadi. Bu ham bo'linar ekan. 60 ni 8 ga bo'lib ko'ramiz. Bu 57 ta bor. 56 va 4 qoldiq. 4 kishi ortib qolyapti. Mana bu 8 talikka bo'lib bo'lmas ekan. Javobga qaysi holatda ansambl teng guruhga 8 tadan bo'lib bo'lmas ekan? Javobga yozamiz 8 ta guruhga bo'lib bo'lmaydi. Endi 6. Quyidagilarni toping. A sharti bo'yicha. 6-misolni A sharti bo'yicha. 8 ga bo'lganda to'liqsiz bo'linma 24 ga, qoldiq esa 3 ga teng bo'lsa x ni toping. Demak, x sonini 8 ga bo'lganimizda buni ko'ra men bu sizlar oson yo'lidan tushuntiray. 8 ko'paytirilgan 24 va qoldiq qo'shiladi. Shunda topish oson. 8 kara 24 bo'ladi bizda 192 va bunga qo'shamiz 3 ni, bu bo'ladi 195. Endi x 195 ga teng ekan. Ikkinchi holati B'sida bu yerda x teng 195 deyishimiz mumkin. B sharti bo'yicha 7 ga bo'lganda to'liqsiz bo'linma 132 ga teng ekan. Demak, 7 ko'paytirilgan to'liqsiz bo'linma ko'paytiriladi 32 ga va qoldiq esa qo'shiladi. Mana endi buni ko'paytirsak 132 ni 7 ga ko'paytirsak 924 va bunga 5 ni qo'shamiz. Bu chiqadi 929.
9. Bu yerda y teng 9 esa 29 ga. Tekshirib ko'rsak ham bo'ladi. 929ni 7 ga bo'lamiz. Bitta bor, 1 kara 9, 1 kara 7 7, ayirsak 2 va yana 2 tushadi. 22 ni ichiga 3 ta bor, 21, ayiradigan bo'lsak 1 ortib qolyapti va 9 tushadi. 9 ni ichiga 2 ta bor, 2 kara 7 14, ayiradigan bo'lsak 5 qoldiq, ortib qolgan. Mana bu javobi to'g'ri chiqdi. Bu 6-misolimiz edi. Endi 7. Rassomning palitrasida 7 ta turli xil ranglar bor. U ikkitadan rangni aralashtirib, nechta turlicha yangi rang hosil qila oladi? 7 ta rangi bo'lsa, masalan, 7 ta deylik. 1 2 3 4 5 6 7 xil rangi bor ekan. U ikkitasidan bittadan rang hosil qilar ekan. Masalan, 1 va 2, 1 va 3 yangi rangdan mana bittadan yana hosil bo'lib ketyapti. 1 va 4 bo'lishi mumkin. 1 bilan 5 qo'shilib hosil bo'ladi. 1 bilan 6, 1 bilan 7 deylik. Endi ikkinchi holatda, endi 1 bilan 2 ketdi-ku, 2 bilan 3 mana bu bilan bu. 2 3, 2 4, 2 5. Bunday qo'yaylik, ha? Aniqroq bo'lishi uchun. 2 va 6, 2 va 7 qo'shilib yana yangi hosil bo'ldi. Endi 3 bilan 2 va 3 bo'ldi. 3 bilan 4, 3 va 4. Endi 3 va 5 qolyapti. 3 bilan 6, 3 bilan 7. Endi 3 bilan 4 ketdi. Endi 4 va 5, 4 va 5, 4 va 6 yangi hosil qilish mumkin. 4 va 7. Endi 4 ham ketdi, 5 ga o'tdik. 5 va 6, 4 bilan 5 bor. 5 va 7. Endi oxirida 6 va 7 birgalikda hosil qiladi. Endi shunda nechta rang hosil bo'lganini ko'rishimiz kerak. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 xil yangi rang hosil bo'ladi. 21 xil yangi rang hosil bo'ladi. Endi buni formulasi ham bor. Buni yozib chiqmay oddiyroq usuldan foydalanmoqchi bo'lsak, buni formulasi ham bor. 7 dan 1 ni ayirib, chiqqan javobni 7 ta rang bo'lgani uchun 7 ga ko'paytiramiz va uni 2 ga bo'lishimiz kerak. Chunki ikkitasi bitta rangni hosil qilyapti. Hozir necha xil rang bo'lishini topamiz. Bu 6 bo'ladi. 6 ga 7 ni ko'paytirsak 42 xil rang bor. 42 xil rangni endi 2 ga bo'lamiz. Ikkitasidan bitta rang hosil bo'lishi uchun bu 21 xil bo'ladi. Bu yerga ham bularni qo'shib chiqsak 21 xil bo'ladi. Shuni yana bitta oson usuli teskarisiga qarab qo'shsa ham bo'ladi. 6 5 4 3 2 1. Bu 11 15 18 20 21 bo'ladi. Xuddi shunday tarzda teskarisiga kelsa ham bo'ladi. Lekin aslida
Mana bu usulda 3 xil usulni ko'rsatdim. Eng qulayini tanlab olib yechishingiz mumkin. 8. Nilufar degan tasmadagi takrorlanuvchi bo'lakning uzunligi 7 sm, eni 9 sm. 2 metr tasmadan nechta butun nilufar sig'adi? Endi mana bizda eni bizaga shart emas, lekin mana bunaqasi 2 metr ekan. 7 ekan. 2 metrga qancha ketadi deyapti-da. Mana bunaqasi 9, bunaqasi 7 santimetrdan. Bunday kesiladi-ku. Mana har bir gul mana shu narsadan, mana shunday ana shu teng o'rtasidan kesilganda, bunisi ham, bunisi bu ham shunday bo'lib ketadi. Endi 2 metrimizni oldin santimetrga o'tib olamiz. 200 santimetr bo'ladi. Endi bunga nechta butun nima sig'adi desa, 200 ni mana shu faqat 7 dan kesib ketayotganimiz uchun 7 ga bo'lamiz. 20 ni ichiga 2 ta bor. 14 ustun shaklda bo'lamiz, ya'ni burchaklidan 20 ni ichiga 2 ta bor. 14 60 ni ichiga esa 8 ta bor. 56 va 4 oxiriga 4 santimetr ortib qolar ekan. Buni 7 ga bo'lsak 28 u 4 santimetr ortib qolar ekan. Nechta butun sig'adi desa, 28 ta deb ayta olamiz. Javobga 28 ta butun nilufar sig'adi. Mana shu narsa. Endi 9. Rassom bu yerga nechta uchburchakni chizgan? Ana endi buni oldin katta uchburchaklarini sanab olsak, mana bu bitta katta, ikkita katta, bitta ikkita katta bo'ldi. Mana endi rangini o'zgartiramiz va kichkinalarini sanab olamiz. Ikkita katta ketdi. O'rtanchalari bitta, ikkita, ana endi bitta, ikkita, uchta, har xil rang bilan chizaymi qo'shilibdi. Mana bu o'rtancha bitta. Endi mana bunisi ikkinchisi. Bunisi 2 bo'lsa, mana bu uchinchisi. Endi yana mana bundan foydalanamiz. 3. Ana bu 4. Mana bunaqasi 5. Mana bunaqasi 6. Mana bu 7. Mana bu 8. Qo'shamiz 8 tani. 8 ta o'rtacha bo'lib, ana endi undan keyingi mana bu qismlarni sanab olamiz. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita. 2 marta sanadimmi deyman shuni. Qaytib sanay. Bitta,
ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita, sakkizta, to'qqizta, o'nta, mana endi 11ta, endi 12ta, endi bunga qo'shamiz 12ni. Mana endi bu shakl ketgandan keyin kichkinachalarni sanaymiz. Endi boshqa hosil qiladigani yo'q uchburchak. To'rttalik, bittalik, to'rttalik va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9talik bor ekan. Undan keyin eng kattasi, undan kattasi bo'ldi. Ana endi kichkinalarni sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26ta. Ana endi bularni qo'shib chiqamiz. Bu 10, 10ga endi bu 22, 22ga buni qo'shsak 48ta chiqyapti. 48ta topildi. 48ta uchburchak bor ekan shuning ichida. Agar mani qo'limdan tushib qolmagan bo'lsa, bular sanaldimikan? Demak, bu 48ta uchburchak chizilgan ekan bu yerda. Endi 10. Bu rasmda nechta kvadrat bor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o'zi bilan 10ta bo'ldi. Endi kichkinalari 11, 12, 13, 14. Ana endi ana bunaqasi bilan 15, 16, 17, 18, bular 19. Bu formuladan foydalansak bo'lar ekan shunga. Bu yerda kvadratni sanashning o'zining formulasi bu 1, 2, 3. Bularni har birini kvadratini bir-biriga qo'shishimiz kerak. Shunda bo'ladi bu 4, 5, 9, 14ta. Ana bu 1, 2, 3, 4, ana shu 14ta bo'ldi. Ana endi ana bu bilan 1, 2, 3, 4, 5. Ana endi bu yerda bunday qilsak ham bo'ladi. 1, 2, 1, 2. Bunga ham bitta ikkitadan mana bunga ikkita, bunga ikkita 4ta bo'lyapti. Mana bu bilan 5ta. Ana endi bu yerda yana ikkitadan mana 1, mana o'zi bilan 2. 1, 2. Faqat bu bitta. Shunda 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Endi bunga 9ni qo'shamiz. Mana bitta, mana kattasi bilan ikkita bo'lyapti-ku. Shuni 9ni 14ga qo'shamiz. 9da bu bo'ladi 23ta. Ana bu 23ta ekan. Bu aniq 23ta. Mana bunga chal qilmagan bo'lsam 48ta sanadim. Endi 11. Hozirgiday rasm bo'yicha bo'linuvchi, bo'luvchi va bo'linma qoldiqni toping debdi. Endi bizga berilibdi 133. Ana endi buni 18tadan bo'lingan. Mana har bir qismi 18 bo'lgani uchun 18ga bo'lamiz. Shunda chiqadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ta butun va
Namuna ayırsak ana bu 7 qoldiq. Qanday 120 133dan 126ni ayirsak 7 qoldiq qolyapti. Mana shunday buni tekshirib ko'ramiz. Endi 18 ko'paytirilgan 7 qo'shilgan 7. 18 ni 7 ga ko'paytirsak 126 qo'shilgan 7 bu 133 chiqadi. Demak, to'g'ri ekan. Bunisi endi bunga 125 ga 13 ni qo'shsak bu chiqadi. 225 ga deganim 238. Ana bu 238 ga teng ekan. Ana endi 238 ni bo'lamiz 45 ga. Shunda bo'ladi bu. 1 2 3 4 5. 5 da-yu 13 qoldiq. Tekshirib ko'ramiz. Tekshirish demadik. Ana endi tekshirib ko'ramiz. 45 ko'paytirilgan 5 qo'shilgan 13. 45 ni 5 ga ko'paytirsak 225 ligini bilamiz va bunga 13 ni qo'shsak 238 ga teng bo'ladi. Endi 12 bu 11-misol edi. 12-misol. Quyidagilarni toping. 7 ga bo'lganda to'liqsiz bo'linma 380 chiqadi ekan. Qoldiq 5 ga teng bo'ladi ekan. X ni toping. Bu uchun biz 7 ni 380 ga ko'paytirib va qoldiq 5 ni qo'shishimiz kerak. Buni ko'paytirsak 0 56 ni 6si 21 21 ga 5 ni qo'shsak 26 2660 chiqdi. Bunga 5 ni qo'shadigan bo'lsak 2665 x teng ekan 2665 sonini shunga bo'lsak shu javob chiqar ekan. Endi bo'lib ko'ramiz. 2665 bo'lingan 7. 26 ni ichiga. Demak, 3 ta bor. 3 kara 7 21 ayirdik. Bu yerdan 5 qoldi va 6 ni tushiramiz. 56 ni ichiga 8 ta bor. Bu 56 bo'ladi. Ayirsak 0. 5 ni tushirdik. 5 ni ichiga yo'q 0 ni qo'ydik va 5 ortib qoldi. Qoldiq bo'ldi. Demak, to'g'ri bajarganmiz. Ana endi 9 ga bo'lganda to'liqsiz bo'linma 103 chiqadigan, qoldiq 1 ga teng bo'ladigan y sonini toping. Buni ham xuddi shunday bajaramiz. 9 ko'paytirilgan 103 qo'shilgan 1. Buni ko'paytirsak 927 bo'ladi va 1 ni qo'shsak 928 chiqadi. Y teng 928 ga. Shu bilan bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Savollaringiz